Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi mijozimizga tayyorlab bergan shinamgina mo'jaz yotoqxona komplektimiz tayyor bo'ldi. Bu yotoqxona komplektimiz spalnilari, tumbalari, orqalariga sondiqlari bilan yasab berganmiz. Bosh tomonlari ham spalnimizni baland fasonda bo'lgan. Tumbalarimizni ko'rsanglar, burchaklarini avalniy qilib, chiroyli qilib ruchkalariga o'ziga moslab yasab berganmiz. Biralari, razvedka ko'rsatularini ranglarini moslab bir xilda chiroyli qilib yasab berganmiz. Sondiqlari bor. Oyoq tomonda termolarga kelsak, termolarini ham o'ziga xos qilib tortmalarini chiroyli qilib yasab berganmiz. Oynalari sensorli oynadan bo'lgan. Shu holatda. Shkafiga kelsak, shkafini shu holatda xonani shu tomonini yopib berganmiz. Bu tomonda dush uchun eshik berilgan. Bu tomonda bo'lsa garderoblarini alohida xona qilingan garderoblar bo'lgan. Garderoblarni ham chiroyli qilib, o'ziga mos qilib yasab berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Shahrixon mebelga murojaat qilaverasizlar.